20 ta kitobni o'choqqa borib yoqib bitta ovqat pishira olmaysiz. Kitob yuklab, aravada surib kitob tarqatish bu hammaga emas. Qayerga boramiz? Kitoblarni qayerga qo'yaman? Musulga tashlab olingan kitob axlatni ichidan Qur'on kitob topib oldim. Ko'rinishidan kitob o'qimaydi bu odam deb o'ylaydi. Mayli ustundan kulisha, bitta masjidga bora, sotib bu kitob oldi. Yaxshi kitob qo'lda turadi. Kitobda ham eskisi bo'lmaydi. Oqib qolgan bir daryo bor. Mendan cho'mishdan ichinglar, mendan keyin afsus qilmaydilar. Buning o'rniga do'kon ochsa bo'lmasmidi? Kutubxona qurish uchun mashinani ham sotadimi? Shu odam rosa o'zicha aqlli-da. Amakimga ham hayronman. Pul topadigan ish qilsalar bo'lmasmikan? Uyida kutubxona ochib nima qilmoqchi? Bundan senga nima foyda o'zi? Shunga sarflaydigan pulini odamlarga bersa bo'lmaydimi undan ko'ra? Madami, kitob bilan qorin to'ydirib bo'lmaydi. Bu qilgan ishiga odamlar hali rosa ustidan kulishadi. Uzoqqa bormaydi bu hali. Familiyam Abdullayev Muhammad Amin Mahmudovich. Men 1972-yilda tug'ilganman. Meni otam garajdagi texnikalarni remont qilib, kolxozda shuni tayyorlab berishardi. O'sha temirchilik ustaxonasida o't yonib, atrofida 3 ta 4 ta shogirdlari bilan baqirib, temirlarni urib ishlashardi. Ulardan sochrab turgan cho'xlar oyoqlarimiz tagiga tushardi. Biz chekkaroqqa chiqib turardik. Bir xil payt o'sha cho'x sovimagan bo'lsa-da bosib olardik. Oyog'imiz kuyardi. Qarashib yordam berardik. Chunki biz o'sha hunarmand temirchi insonning farzandlarimiz. Tilni yaxshi bilgani uchun rus tilini yaxshi bilardi-da, bizga ham rus tilida ko'p gaplashardi. 4 ta tilni bilgan odam u 4 ta inson hisoblanadi. Bitta tilni bilgan odam u bitta inson hisoblanadi. Shuning uchun o'zi aytardi, men oqib turgan bir daryoman. Mendan cho'mishlar ichinglar, mendan keyin afsus qilmanglar. Hozirgi kunda shu o'sha o'rgatgan, aytgan so'zlari meni miyamda qolgan. Hammasini bo'lmasa-da, juda ko'pini eslab qolganman. Akalarim, opalarim hammasi oliygohda o'qiganligi uchun ularning kitoblarini olib xonada o'qirdim. Biz ziyoli oilada tug'ilmagan bo'lsak ham, otamiz temirchi bo'lsa ham, akalarimni, opalarimni o'qitgan. Lekin ilmni olishi uchun ularga juda qattiq turardi. O'zi asli qattiq qo'lmas. Lekin bizni ilm olishimiz uchun shu darajada jon kuydirardi. Ustozlarimiz Kamol va Faridaxon ustoz meni shu qo'limdan ushlab yozishni o'rgatgan, o'qishni o'rgatgan. Oradan ancha yillar o'tdi. Mana uylandik. Allohga shukr, mana bitta bo'lsa-da farzandim bor. Allohga shukr. Ismi Sadoqat. Farzandimiz dunyoga kelgandan keyin endi oldin yangi uylarni qurdik o'zimiz qo'l mehnatimiz bilan. Men bemor bo'lib operatsiya bo'ldim. 3 oyning ichida 4 marta operatsiya bo'ldim. Shunda bir kichkina bolaga aylanib qoldim, yotib. O'sha yotgan joyimda hayotimda nima qildim? Nimaga keldim? Nimaga erishdim? Nima qila oldim, nima qila olmadim? Mendan shunday o'tdi. Qilgan ishlarimdan savobli ish topa olmadim. Shunaqangi tez o'tdiki, kitobda shunday varaqlaringizdagi hayotim shunday tez o'tib ketdi. Hech narsaga erisha olmadim. Inshaalloh sog'aysam
xayrli ish qilaman. Qolgan umrimni Men bu kutubxona deb o'ylamagandim bunda. Yaxshi niyatda faqat yaxshilik qilaman, bemorlarning holidan xabar olaman deb niyat qilgandim o'zimga. Alloh shifo berdi. Allohga shukr. Asta-asta oyoqqa turdim. Zerikkan paytlarimda kitoblarni olib, o'zim yoqtirgan kitobni olib baliqovga chiqaman. Baliqovga chiqib o'sha joyda vaqt topib o'sha yerda qarmoq solib qo'yib kitob o'qib o'tiraman. Ayrim kunlarda kechasi qolib ketaman. Kechasi o'ta tinch bo'ladi. Tinchda o'sha bitta ikkita kitobni bemalol o'qisangiz bo'ladi. Men kechasi kitob o'qiyman, daryo bo'ylarida desam qo'rqmaysizmi deydi. O'ta tinch, suvni shildirab oqishi, daryoni oqishi umrni oqishida umr ketyap turgani ko'rinib turadi. baliq ovlab o'tirgan paytlarimda yonimda qolgan baliq ovchilarim Nimaga sizga chiqaveradi, bizga chiqmaydi degan savolni berishadi. Asli siz uni ko'rmaysiz. Ko'rmasdan qarmoq solasiz. O rizq. Baliqlarni ushlab kelsam, ikkalamiz pishirarlikda idishlarga solib bemorlarni ko'rgani borardim. Endi har xil xastalar bor. Agar ayol kishi bo'lsa, yoshlari ulug' onalar bo'lsa, ahli yonimda birga bo'lardi. Ikkalamiz borib holidan xabar olib, suhbatlashib, o'zimizda bir ozgina kitoblarimiz bor edi, o'shalarda borib kitoblarni o'qib berardik. O'zingiz so'zlasangiz zerikib qolishi mumkin. Kitobdan o'qib bersangiz u quloq soladi. Bu kitob shunchaki yozilmaydi-da. Buni yozgan adiblar, shoirlar, bu qalam sohiblari juda ko'p mehnat qiladi. Bu oson emas. O'zimizda Ahmad Ali Jomiy masjidida kutubxonani so'radi, menga beringlar. Shuni ta'mirlab, shu joyda kelgan kitobxonlarga kitoblarni bersam-da, shular o'qisin dedi. Oldin bu darajada mazada sharoitlarimiz. Keyin o'sha kutubxonani remont qilib, qo'limizdan kelganicha qildik. Ko'pchilik yordam berdi. Kitoblarni aydakeyin endi u vaqt bo'lganligi uchun ko'chaga olib chiqib bera olmaysiz kitoblarni. Ro'yxatda turadi. Oxiri qaror qildim, shu bir kichkina bir kutubxona bo'lsa, shu kutubxonani ahli ayollar endi masjidga kirib, yoshlar, bolalar, qizlar u yerdan kitob ola olmaydi-da. Ularga qiziqtirish uchun kitob bormi? Shu kitob bor ekan, siz kutubxonachi ekansiz desa, bor, lekin bera olmayman derdim. O'zim qiynanardim. Beralmaganimdan qiynanardim men kitobni. Allohdan so'radim. Mana sekin tashlandi bo'lib yotgan joylarni o'sha hunarmandlarga, shunday bir ishlab chiqarishlarga berish boshlandi. O'shanda qishlog'imiz bir chekkasida o'sha yo'lning bo'yida bir qabr bo'lardi. Atrofidan qamish o'sib chiqqan, aydan hatto kunduz o'tgani qo'rqardik. Kechasini gapirmasangiz ham bo'ladi. Hamma o'sha joyga kelganda bir seskanardi. Katta-yu kichik esimizni tanib bizga o'sha joydan qo'rqib o'tardi. Mana shu joyni bir ustaxona qilsak, temirchilik ustaxonasiga so'radim, berishdi. Keyin uni ro'yxatdan o'tkazib, olib aylarda obodonlashtirib, tozalab, o'sha joyda keyin temirchilik ustaxonasi qurdik, savdoni yo'lga qo'ydik, metal olib kelib, undan keyin bir qismiga kutubxonani tashkil qildik. Kutubxona tashkil qilib, kitobini yig'a olmasdan ko'chada qolib ketadi degan gaplarni ham eshitganman. Urush qurbonsiz bo'lmaydi. Allohning o'zi bergan ne'mati o'ziga oson. Allohga tavakkal qilib, mana shu joyda keyin qo'limizdan kelganicha qurilishini qildik, kitoblarni keyin o'zimizda borini qo'ydik. O'sha birinchi qurilish boshlanganda bitta masjid bo'lardi.
uni sotdim. Sotib, unga kitob olib keldik. Lekin ayolim ham bunga qarshilik qilmadi. Chunki mendan bu kishi ko'p o'qiydi kitobni. Haligi joyda so'ragan odamga kitoblarni berdik. Asta berib kutdik. Endi kelmasachi dedik. Yo'q, keladi. Bu joyda ochilganini eshitib, qo'shni qishloqlardan, rayonlarimizdan, tumanlardan o'zi kelishni boshladi. Kitobga kelgan o'quvchilar o'zlari shunaqa qiziqardiki, mana shunday joylar tashkil qilsa bo'lar ekan u. Bizda ham kitob bor, olib kelib bersak bo'ladimi degan savollarni berishdi-da. Shunday insonlar ko'p ekanki, shularni keyin qidirishni boshladim. Goh-gohida kitoblarimiz yetmay qoladi, ozayib ketadi. Chunki o'quvchilar soni ko'paygandan keyin kitoblar kitobxonada, javonlarda kamayib qolar ekan. Yaxshi kitob qo'lda turadi. U taklanib turmaydi. Uni oilaviy olib o'qishadi. Keyin men qishloqdagi o'sha ustozlarning uylariga borib, ularni oldin yiqqan kitoblarini ko'rdim. O'zlari o'tib ketgan bo'lsa-da, ularni yiqqan ustozlarning kitoblari turardi. Muallimlarning kitobini keyin so'radim. Odamlar keyin o'zlaridagi aholimiz kitoblarni sekin-sekin bitta-bitta qilib olib kelib berishni boshladi. Kitobni betiga yozib qo'yganman. Kitob omonat, vaqtida qaytaring. Bu omonat degan so'z bitta kitobni o'ziga omonat emas, bu hamma narsaga bo'lgan omonatni eslatadi. Bir o'quvchi qizimiz keldida, "Men shu kitobni men yoqtirib qoldim. O'qidim, hojiboy, mana sizga olib kelib topshiryapman. Mana vaqtida olib keldim. Lekin shuni onam so'rayapti." Desam, "Men onangizga bermabsiz-da, o'qib tugatgandan keyin olib kelaverardingiz" desam, "Muddati 10 kun deganligi uchun muddat o'tmasin deb olib keldim" dedi. Omonatga xiyonat qilmayap turgan. Ona so'rasa ham bermabdi. Men va'da berganman. Irak bo'lsa borib o'zingiz yozdirib o'zingiz olib keling o'zingizga. Ona bilan birga ketdik. Shu qizim o'zi kelib yozdirib onasiga olib ketsa ham bo'lar. Men uni so'ramasdim. Shunday o'quvchilarni ko'rdim. Mana shu 34-maktabda bir o'quvchi bor. Yil 8-sinfda o'qiydi. Turg'un Ahrorbekda. Buni ko'rsangiz shunaqangi bir kamtarin kitoblarni o'qib keladi. Hadiya hisobida qiziqtirish uchun haliga bolaga men axir daftar, ruchka kerak deb o'quv qurollaridan bersam, nima uchun? Nimaga? Shuni sizga hadiya qilib berib ketishdi. Men sizga yetkazishim kerak, omonat desam, menda bor deydi. Bor ekan deb olmayapti-da, menda bor. Shuni yo'q odamga bering deydi. Sirtiga qarab baho bermang. Bir arava sudrab yuradigan bir akam bor edi. Keldida, ismi nima edi? Habibulloh. Habibulloh aka keldida, ko'rsangiz, pul bersangiz ham tortinib oladi-da. O'zi asha 10 ming, 15 ming so'mlik yuk olib chiqqan bo'lsa, ashaga 10 ming bersangiz ham bu ko'p deydi. Ishonasizmi shunga? Shu bu ko'p deydi. Shu bugun ham shunga ishim tushdi. Sen berib yo'q deydi-da, olmayman dedi. Majburlab berdi. Keyin kitoblarni olib kelganimizda ko'rib, o'zida bor kitoblarni olib keldi. Sirtdan qarasangiz, mana shu odam ko'p keladi, kitob o'qiydi, Habibulloh akam desam, boshqa kitobxonlar ko'rib, kitob o'qiydigan odamga o'xshamaydi. Ko'rinishidan bu kitobga o'qimaydi bu odam deb o'ylaydi-da, lekin u odam o'qigan kitoblarni men eshitib hayratda qoldim. Kitob yetkazolmadim. Qiynaldim, buni o'zim bilaman. Ko'pchilikdan keyin yaxshi kitoblar, ehson qiluvchilar ko'payishni boshladi. Chunki biz yurtimizdan ziyoli, ilmli insonlar ko'p chiqqan. Tarqab ketadi, kitobi yo'qib ketadi deb bilmadim. O'ylaganlar qanday maqsadda aytgan, lekin kitobimiz kundan kunga ko'payib ketdi. Kundan kunga boshqa joylardan ham kitoblar. Vaqtim bo'lib qolganda makulaturga boraman. O'sha musor to'plab kitoblarni o'sha ishlab chiqarish bumaga joylarga topshiradigan joylarga borib, ashiylarni titib kitoblarni saralab kelaman.
kuni borib ashu joydan bashta arzon ekan, kelasiga pulini beraman. Yaxshi kitoblar bor ekan, shu kitoblardan olsay deb haligilarni ichini ko'rdim. Qarasam muqovasi boshqa kitob. Ichini olsam Qur'on kitob bo'libdi. Musorga tashlab olingan kitob axlatni ichidan Qur'on kitob topib oldim. Keyin muntazam ashu kitoblarni tekshirishga borib ashlarsalar ko'rib turadigan bo'ldim. Yigirmata kitobni o'choqqa borib yoqib bitta ovqat pishira olmaysiz. Lekin u 20ta kitob 20ta xonadonga nur bag'ishlaydi. Kitobning yangi eskisi bo'lmaydi. U ilm. U o'zgarmaydi. Bir oy uxlamadim. Endi qayerga boramiz? Kitoblarni qayerga qo'yaman? O'quvchilarga qayerdan turib kitob topshiraman? Shunchaki bir ayollar keldiki, meni uyim 24 sotik dedi. 4 sotigi menga qolsin deyapti. 20 sotigini kutubxona quring deb aytyapti-da. Esnam olib qoldi haligi joyda. 20 sotigini shunday beryapti. Alloh rozilik uchun men shu kutubxona quring, farzandlarim uchun, kelajagim uchun deyapti. Men o ayolni hozir ko'zimga olib eslatdim. Qiynalganimni bilib turibdi-da endi, ayolim biladi. Aslida bu ishlarga sababchi mixsas ko'p ayol. Kitobni ko'p o'qigan ham o'zi ayol. Eshitmasam ham o'qib beradi. Men eshitishni yaxshi ko'raman. O'qisa, eshitib uxlab qolardi. O'sha ko'chib, kutubxonalarim bekilib qolgan paytlarda meni uyimgacha istab kelgan o'quvchilar bo'lgan. Oxirgi yo'lim shu qolgan. Kutubxona buzilsa, men kitoblarimni aravaga solib, ko'chama-ko'cha aravada. Men bundan orqamayman. Chunki u ziyo, u ilm. U kitob yuklab, aravada surib kitob tarqatish, u hammaga emas. Ozgina vaqt ichida keyin tender orqali, aksion orqali joy yutib olindi. Qish qattiq sovuq keldi o'shanda yili. 23-midi? 2023-yil anaman sovuq bo'ldi. Shunda 25 kun deganda ash kutubxona qurib bitkazildi. Qattiq chillan ichida 25 kunda hattoki Paqirdagi semen rastvorlarimiz Paqirdan to'kilmadi. Shunaqa darajada sovuqdiki, terak kesdik. Qattiq sovuqdan borib fermerlar teraklarni berishdi. Kim nima bo'lsa topsa olib kelib berdi. Kimgadir kulgili tuyuldi, kimlardir kuldi, kimdir xafa bo'ldi. Endi yetishuvdik kutubxonaga deb xafa bo'lganlar juda ko'p bo'ldi. Farzandlarimiz shaydan ilm olyapti turuvdi deb. Mana oradan ancha vaqt o'tdi. Yonimizda bitta больница ochildi. Bu yerga kirib turgan bemorlar o'sha yerdan kitob olib ketadi, o'qib qaytishda topshirib ketishadi. Ilm oladi, dard tortib turgan inson Allohni ko'proq eslaydi. Shayx hazratlarining kitoblarini ko'proq so'rashadi. Buxoriyning kitoblarini olib o'qishadi. Kutubxonamizda o'quv zali yo'q, qiynaldik. O'quvchilar keladi. Torligi uchun kirdi chiqdi ko'p bo'ladi. Tinch emas. Keyin qaror qildik o'zimiz. Allohdan so'radik. Mana shunday bir uyimizda kutubxona qilishdi. Rejalashtirdik. Chunki uyingizda bo'lsa, qachon bo'lsa bor. Vaqtini ajratib, ishdan kech qolib, yo bo'lmasa kech ishdan qaytganlar kitob almashtirish uchun imkoniyat bor ularga. Pandemiya davrida mana Xitoyni ko'rsatyapti, Yaponiyani ko'rsatyapti, kitobga turgan o'chirtni ko'rsangiz. Ayrim kutubxonalarga boraman, ko'raman. Rayonni bir chekkasida bo'ladi, viloyat tumanlarimizda. Hech kim yo'q.
Mana arablarda shunday ekanki, otasini qo'lida kitob turar ekan. O'qisa-yu o'qimasa qo'lida kitob. O'sha bola kitobni ko'rib shunday ulg'oyaga yetarkanki, otani qo'lida kitob ko'rgan, bola ham kitob ko'rgan. boshqa davlatlarga ham chiqib, ularning kutubxonalari bilan tanishdim. Qozog'iston qo'shni respublikaga chiqib, Olmaota shahridagi, Astana shahridagi kitobxonalarga kirdim, muzeylariga kirdim. Yaqinda bir Yekaterinburg shahriga bordim. O'zimda telefonimda turgan o'sha kadrlarni, kutubxonalarni ko'rsatdim. Ko'rsatsam, Bu qayerda deydi. Shunaqa qishloqdagi kutubxona desam, hatto qishloqda kutubxona bormi deb hayajonlanib qoldim. Muzeyga kirdim, kutubxonalarga kirdim. Nijniy Tagilda o'sha tarixiy har bir joyda o'zining tarixi bo'ladi. Yozilgan o'sha bitta katta albom kitobini olib keldim. Kitoblar qimmat. Biz uchun qimmat, kimgadir arzondir. Lekin biz uchun qimmat. Vaqti kelsa o'sha o'quvchilarga o'sha aytgan kitobini yetkazib olib bera olmayman. Bitta kitobga oylab o'chirib turishadi. kitob o'qiydigan kitobxon kitob olishdan bezib qolmaslik uchun ming hijolatda telefon qilaman. Qo'lda o'qib bo'lingan, kechikib ketgan yoki yo'qotib qo'ygan o'quvchini kitobi bo'lsa, Chunki kitob olish jarayonida o'zini va ota-onasini telefon nomerini olib qolaman-da. Uzoqlashib ketsa, telefon qilganda oldin uzrimni aytaman. siz mana shu farzandingizni otasimisiz? Ha. Sizni nomeringizni farzandingiz bizga qoldirgan. O'g'lingizda bizning omonat kitobimiz bor. Agar o'qib bo'lgan bo'lsa, mabodo yo yana qayta o'qiyap turgan bo'lsa, Qolgan o'quvchilar yana buni o'qish uchun o'chirib kutib turishibdi, shuni iltimos bizga olib kelib bersa. Ota-onasiga aytamanki, farzandingizga men kitob haqida so'raganimda siz uni so'kmang deyman. Bor-da shunday ota-onalar. kitob olsan, nimaga vaqtida olib borib bermading? Ikkinchi kitob olmagin, menga telefon qildi degan so'z u otadan chiqmasligi kerak. Chunki u ilmga bo'lgan qiziqishi yo'qolib qoladi. Shuning uchun shu bolaga men qaysidir bitta kitob bergan kishi bo'lib, shuni ilmdan qaytarib qo'ymasligini o'ylab qolaman. Telefon o'chmagan holatda ota farzandga baqirganlarini eshitib qolardim. Shu farzand qaytib kitob olmay qo'yadi. Shu holat shu bolada bo'lmasligi uchun yotig'i bilan tushuntiraman. Farzandingiz yaxshi o'qiydi. Kitobdan qaytarmang. Agar siz yo'qotgan bo'lsa, mayli o'rnini to'ldirib qo'yamiz. Keraksiz kitoblar bo'lsa ham olib beraylik. O'zi bo'lsa o'ziga tushuntira olaman. Lekin otasiga tushuntirish qiyin bir paytda. Onaga tushuntira olmasligimiz. Hammasiga emas. Buni orada ba'zi holatlarda mana shunday holatlar ham bo'lib qoladi. Ota-ona farzandiga mana shu kitobni o'qisang, rag'batlantirish kerak. Yo senga kitob sovg'a qilaman deb bir o'ziga kerakli narsani olib beraman deb uni qiziqtirish kerak. To uni ichiga kirib mustaqil, mukammal o'sha ilm oladigan darajasiga yetguncha ota-ona yordam qilish kerak farzandga. Yoshlari ulug' bir inson keldida hayotimda juda katta o'zgarish bo'ldi dedi. Men dedi, bu kitobni o'qimagan ekanman dedi. Ikki eshik orasida. Har safar kelganda Hamma kitoblarni orasida qarab chiqadi. Oldin o'qigan ashi kitobni oladida qo'ltig'iga qistiradi. Chunki uni yaxshi ko'radi-da. Qo'ltig'iga qistirib, keyin kerakli ikkinchi kitobni istaydi. Istab, haligi xursand bo'lganidan o'sha kitobni o'sha kutubxonada yo'qolmaganidan xursand bo'ladi. Chiqib ketyapti, boshqa kitobni registratsiya qilib yozdiradi, o'sha kitobni yana joyiga qo'yib ketadi. Chunki u kitobdan nimanidir o'ziga olgan. Bitta kitob inson hayotini o'zgartirib oladi. o'quvchilar kelib suhbatlashganda
o'qib kelgan kitobini topshirib turganda kitobdan nima oldingiz, qayerda sizga ta'sirli bo'ldi deb uni olgan ilmidan men ham o'g'irlab olishga harakat qilaman. Vaqtim bo'lmaydi-da o'qigan. O'shaning uchun o'qib kelgan kitobidan eng ta'sirlangan joy. U ham ichidan to'lib keladi, aytib bergisi keladi. O'shanda so'rayman. Keyingi safar yana boshqa kitob, keyingi safar har safar o'qigan kitobini mavzusini eng kerakli joyini o'zi aytib bergisi keladi. Bitta kitob olib o'qib hech qanday ma'noga ega bo'lmasligingiz ham mumkin. Ayrim kitoblar bor, kichkina bo'ladi, ko'rimsiz bo'ladi, lekin uni ichida ma'no juda katta. Biz tariximizni o'rganishimiz kerak. Biz bu hozirgi paytga qanchalik qiyinchiliklarni yetib kelganimiz. Mana shu narsalarni kitoblarda bor, o'qish kerak. O'rganish kerak ularni. Farzandlarga aytib berishimiz kerak. Kitoblarni ko'rib, o'qib, qo'limga asalari boqish kitobi kelib qoldi. Asalarini turlari, ularni yashash sharoiti, barchasini o'qib chiqdim. Ular ham juda katta olam, bir oyat. Oldiniga bitta yashikda asalari sotib oldim va uni boqdim. Oson emas ekan, chaqar ekan, qochib ketar ekan. Buni ham har xil buni qiyinchiliklari, mashaqqatlari bor ekan. Asalini yeyish oson ekan. Buni mehnati oson emas. Bitta yashigimiz keyingi yilga o'tib 3 ta bo'ldi. 3 tasi keyin 6 taga, uni yana ko'payib asalanchilik ham ko'paydi. Va Allohning mo'jizasi. Uni o'qib o'zim hayratda qoldim. Arini podshosi bo'lar ekan, qorovuli bo'lar ekan, ishchilari bo'lar ekan, hattoki bog'cha qilib keyingi o'sha urug'dan chiqqan arilarni tarbiya qilib tarbiyalaydigan tarbiyachisi ham bo'lar ekan. Shu asarlarini o'zidan juda katta bir inson o'ziga tarbiya olsa bo'lar ekan. Agar yomon bir hidi yoqmagan, yaxshi emas narsa olib kelsa, eshigini tagida turgan qorovullari asallarni o'ldirib tashlagan. Shunaqangi halol, pokiza narsani xohlar ekan. Asallarni olib kelgandan keyin asal bo'lib qolmas ekan. Uni qayta ishlaydigan asallar ichida. Hozirgi bu qurilgan kutubxonamizni anchadan vaqtdan beri kutishyapti. Qachon ochilar ekan bu kutubxona deb. Noyob kitoblarimiz yo'qolib ketmasligi uchun nazorat qilishimiz kerak. Dokument asosida bo'lsa yaxshi bo'ladi, chunki vaqtida keladi kitoblar. Kelgan o'quvchilar o'sha jurnalga registratsiya asosida ism, familiya, ota-onasini va o'zlarini telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Kelajakda meni maqsadlarim, niyatlarimdan bundan da kattaroq yana bir kutubxona qurish. Ichida masalan muzeylari bilan, hozirgi bu kutubxonamizda ham milliylik bor. Ozgina muzey tashkil qilganmiz. Chunki xalqimizni qo'lidan kelyapti turgan qadrli kitoblar bor. Hattoki qo'lyozmalar ham kelib qoladi. Yurtimizni yanada ravnaqini oshirish uchun, tariximizni dunyo tanishi uchun ilmning yo'li katta. Hozirgi yoshlar hammasi ham telefonga berilib ketmagan. Kitoblarni o'qiydiganlar bor. Kerak bo'lsa, uzoqdan, mana shu bizni boshqa viloyatlardan bizni kutubxonamizni istab kelishadi. Istab kelib, eng noyob kitoblarimizni olib ketib o'qiydi. Shunday yoshi ulug'larimiz bor. Bitta kitob beriladi desam, 4 ta, 5 ta kitob oladi. Nimaga desam, meni kelib ketishim vaqtdan qiynalaman, qizg'onaman deb kitobni ko'p oladi. Kutubxona qilaman deb turgan, qiyoq qilmoqchi bo'lgan, niyat qilib turgan insonlar ham yo'q emas. Chunki kitobxonlarning ichidan ham ko'pchilik kelib aytishadi, so'rashadi. Qo'rqmang, yordam beramiz. Harakat qiling. Yo'qotishdan qo'rqmang. Kitob o'qigan insondan yomonlik chiqmaydi, omonatga xiyonat qilmaydi.
agar imkoniyatingiz bo'lsa, kitob hadya qiling, kitob bering. Sharoitingizdan kelib chiqqan holatda bittami, nechta bo'lsa, undan qancha inson foydalanadi? Sharoit bormi, imkoniyat bormi? Kitob hadya qiling. Savob ko'pdir dunyoda, xaridor yo'q. Gunoh asli yo'q, xaridor ko'p. Qilmasangiz gunoh yo'q-da. Farzandlarimizni shu ilm olishdan to'xtamasligini xohlayman. Qo'lidan kitob tushmasin. Bo'sh vaqtini bekor o'tkazmasin. Kitob bu do'st. Sirini sotmaydi. Aybini ochmaydi. Kitob bu xazina. Kutubxonaga deb kelyaptigan insonga farishtalar o'chirib turib, har bir qadamiga qo'lini qo'yar ekan, qanotlarini qo'yib turar ekan. To kelib ketguncha uni haqqiga savob yozar ekan. Ilm olishdan, izlanishdan to'xtamang.